Assalomu alaykum hurmatli Bo'ston Makler kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda 1,5 gektarga ega bo'lgan yer maydoni joy bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, joyimiz endi ko'p vaqtdan beri odam yasholmay qolgan, lekin olib turib ishlarni qayta ta'mirlab bemalol yashasanglar bo'ladi. Narxi qiziq, narxini kelsak, narxini egalari bilan tortishib 5000 dollarga ko'ndirib qo'ydik. Uy solingan joyi 6 sotik, hujjatlar hamma narsasi joy-joyida. Qo'shimcha yer maydoni 1,5 gektar bo'ladi. Bemalol qiziqqanlar bo'lsa, pastga nomerga telefon olib o'zlaringiz ko'rsatamiz. To'rt tarafidan otizi bor, mana endi orqasi qaptal, hamma yeri otizi qilib foydalanib o'tirgan ekanlar. Olib turib bir chorvachilik qilaman desanglar, dehqonchilik qilaman desanglar, yerlari yaxshi. Gaz, svet, suv, Wi-Fi'dan umuman muammo yo'q, oqar suvdan ham muammo yo'q bu yerlarda. Agar xohlasanglar buzib tashlab, qaytadan o'zingiz uchun joy solib olsanglar ham bo'ladi. Eslatib o'taman. Dokumentalniy turar yeri 6 sotik. Qo'shimcha yer maydoni 1,5 gektar bo'ladi. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir orqa taraflardan ham ko'rsatamiz. Do'stlar, mana orqa taraflar shunda keng, oqsiz bo'ladi. Joyimiz mana og'achlari bor, deydi. Aziz turbalari bor. Egalari aytishi bo'yicha ustini buzsanglar deydi, buzib solaman deganlar uchun og'achlari yaxshi mahkam og'achlardan qo'yilgan ekan. 5000 dollarga nerda joy beradi? Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Otizlar ham yaxshi mana, yerlari hasildor. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Guliston ofisida joylashgan bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdan nomerlarga bog'lansanglar, o'zimiz ko'rsatamiz. Shaharga 25-30 kilometr. Lekin endi 5000 dollarga joy bermaymiz, joyli bo'lib qolasiz. Bu videoni srochniy tanishlarga tashlab qo'yamiz. Tak do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, Saya salqin yerda joylashgan, yo'lga yaqin mana katta asfalt bor bu yerda. To'g'ri, bu tarafimiz Qirqizavod, Qirqiz, bu tarafimiz Qizilqum. Shunday ozroq yurgan 1 kilometr, 1,5 kilometr ul yo'lga chiqasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Mana gazsurolar o'sib turibdi bu yerda. Dokumentlarda hech qanday muammo yo'q. O'zingiz ko'rdik, egalarning otidan notariusda otlaringizga o'tadi. Hammaga rahmat.